Assalomu alaykum hurmatli kabutar ishqibozlari. Bugun mana sizlar bilan Andijon kabutar bozoridamiz. Eski shahardagi eski bozor, mol bozoridagi bozor. Bugun shunday qora moda ko'rib qoldim. Juda chiroyli modami, moda ekan. Sizlarga tavsiya qilaman shu modani bir qator ko'ringlar kattalarni. Добрый день, господа голубоводы. Сегодня мы в голубином рынке города Андижан. Черную самку я увидел. Рекомендую вам эту самку. Посмотрите, пожалуйста. Самка хорошая, красивая. Kaptanın gözlerini görüyorlar. Yiyeceklerini, pazarlısı Kulüp. Belki Abrakir'in belki Tolstoy, Kulüp Tolstoy. Senat bölgesine köktüm şu oluyorken, yiyecekler kalan eken modan, kalın. Bir kadar körüyle bir sayra ben koyuyordu. Nögası moda diye yaptılar. Moda olsa juda güzel moda ekan. Rahmatulloh ukamiz kiygan kaptar. Rahmatulloh nomeringizni aytib yuboring. 90'lı 573 29 29. 90'lı 573 29 29. O'zimizni Krepsli Rahmatulloh kiygan moda. Hani ko'ringlar, tavsiya qilaman kaptar, yaxshi kaptar ekan. Пожалуйста, рекомендую, самки хорошие. Kabutarlar oz chiqdi bozorga degandan keldi. Kunlar issiqlik uchun bo'lsa kerak. В Андижане очень жарко, поэтому сегодня голубые маловато. To'lqin aka yaxshimisiz? Kaptalar majetta aka. Nar ekana qizini? Nar aka keling. Puli nech pul ekan uni? Nariz nech pul? Ro'sha. $100 ekan. Yaxshi ekan, noram chiroyli nar ekan. To'lalaymi o'g'lan? Akani bor, beraman. To'l qilyapti. Bunlar modasi. Novodga juplasa ham bo'lar ekan shu narni. Rangi to'g'ri kelaverar ekan novodga. Aka nomeringizni aytib yuboring. Nechilik bilan? 93lik. Bozor nimagadir bo'sh. Issig'i bu kunlar isib ketdi, shuning uchun bo'lsa kerak. Mana bu ham bir ikkita yaxshi kaptarlar bor ekan, ko'ringlar. Mana bu moda ham chiroyli moda ekan. Qora tumshuq ko'k ko'z moda ekan. Mana bu juvoni ham chiroyli kaptar ekan. Bu oqnor ham chiroyli kaptar ekan. Kaptarlar Mo'g'on mana chiroyli nor ekan, juda chiroyli nor ekan. Nech pul dedingiz mo'g'oningizni? 2 million deyapti nor. Norlar 2 million. Modalar ham 2 million shekilli. Juvoni ham chiroyli juvoni ekan, men 2 million ekan. Nomeringizni aytib qo'ying aka. 94'lik 388 40 57. Atizani aytib yuboring aka. Shuhrat Bek aka. Shuhrat akamiz.
Tanisizlar hammamiz. O'zimiz знаменитый Shuhrat ekanlar. Bu yoqlarda bozorlar bo'sh mana. Kechqurunda bozor bo'lib qoldi. Ha, kechqurunda salqin bozor bo'lib qoldi. Ko'pchilik shu yoqqa chiqyapti ekan. Kunlar isib ketdi bu yerlarda. Shuning uchun sal odam ozroq. Tinch bo'linglar. Ishni ko'rishaylik. До свидания, до следующих встреч.